Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bomdod namozidan keyin sahoba-i ikromlar bilan o'tirganlarida bir yosh baquvvat yigit masjiddan turdida bozorga qarab shoshib ketdi. Shunda Payg'ambar alayhisalomning atroflarida turgan sahobiylar: "Ha, siza, shu yigit oxirat ishlari uchun shunchalik shoshganida arzirdi" deyishdi. Buni eshitib turgan Payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Sahobalarga qarab, "Unday demang" dedilar. Agar bu yigit insonlardan behojat bo'lish uchun, ahli oilasi, ota-onasini boqishlik uchun shu ishni qilayotgan bo'lsa, bu qilgan ishi ibodatga teng bo'ladi dedi.